Agar siz endi ishga kirgan yosh qiz yoki yosh bola bo'lsanglar, mani diqqat bilan eshitinglar. Boshida ishga kelganinglarda men sizlarga maslahat beraman. Bir-biringlar bilan, o'zinglarning hamkasbinglar bilan juda yaqin bo'lib ketmanglar. Iltimos, hamkasblar bu sizlarning o'rtog'inglar emas, bu sizlarning qo'shninglar, qarindoshinglar emas. Bu sizni hamkasbingiz. Siz u bilan faqat ishlash uchun kelasiz. Отношения строить qilishga emas, дружба, o'rtoqchilik, do'stlik строить qilishga emas, faqat effektivni ishingizni bajarib uyga ketishingizga. Chunki agar siz u odamlar bilan juda yaqin bo'lib ketsangiz, bu sizni личный granitsalaringizni buzishiga olib keladi. Chunki уже siz o'rtog'ingizga yo'q deya olmaysiz. Sizga qanaqadir дополнительный zadachalar biriktirilsa, siz unga yo'q deb turmaysiz. Xo'p deb o'rtoq sifatida, xo'p deb qolgan odamlarni личный zadachalarni ham qilib ketaverasiz. То же самое qanaqadir ish masala bo'yicha серьезный разговор qilmoqchi bo'lsangiz, u odam sizni уже как серьезный ekspert sifatida qabul qilmaydi, shunchaki qanaqadir do'st sifatida qabul qiladi. Va hech kimga o'zingiz haqingizda shaxsiy ma'lumotingizni aytmang. Siz hayotingizda nima bo'lyapti, sizda kimdir bormi, sizni там жених есть, нету, o'rtoqlaringiz, shaxsiy hayotingiz, oilangiz haqida тем более hech kim bilishi shart emas. Сохраняем distansiya ushlaymiz, лишний narsaga yo'l qo'ymaymiz. O'zingiz haqingizda juda ko'p informatsiya aytib overshare qiladigan bo'lsangiz, bu sizga faqat никогда не сыграет на руку. Har doim sizga bu keyin orqangizdan keladi, uchib keladi. Chunki odam siz haqingizda hamma informatsiyani biladi. Sizni pluslaringiz, sizni minuslaringiz, sizni qo'rquvlaringiz, sizni qanaqa nedostatlaringiz bor, hammasini biladi va hamma narsani protiv siz uchun, protiv вас использовать qilishni biladi. Shuning uchun ishga biz shunchaki ishlash uchun kelamiz. Oldidan keyin ketamiz, uyga boramiz va уже o'zimizning oilamiz bilan, qarindoshlar, o'rtoqlarimiz bilan уже личный narsalarimizni bo'lishamiz. Iltimos, shuni esingizdan chiqarmang.